Assalomu alaykum tuqqanlar. Mana meningki Avropadagi, Norvegiyadagi rasmchilar bilan bergan menga muzeyimdan bergan menga rasmxon. Bu rasmxonda faqatla Osiyodan kelgan shu men bir Uyg'ur var. Nurg'un millatlar var. Mana mishada bir o'rin oldim men. Bu yerda hammasi Avropaning rasmchilar bu yerda. Avropaning rasmchilar bo'lgan ekan. Buning ichida mani ko'rsanglar, Avropaning odamlari sig'ar rasmlarni ko'rsanglar, biroq bu Uyg'ur millatlar uchun nima ishni qilib berayman deganda, mana mush rasm orqali degan ma'u Avropaning rasmi. Mana bular hayron qoldi, sen Uyg'urmi deb hozir Uyg'urlarni bek tushunib ketdi. Ma rasmni ko'rsanglar, ko'ringlar eshilib qoldi. Mana madaniyatni dunyoga tunishsaq, mana madaniyatni degan mana hozir Avropadagilar mening mush ikki tal rasmni ko'rgini bormi? Sap bizningki madaniyat mushni tepeda mana. Mana bizningki ajoyib isil tariximiz var. Bizda e'tiqod bor, bizda biz degan haqqini bo'za qilmaymiz, haqqim bo'za qilmaydigan millat, biz degan bek isil millat. Bizni bo'za qilgan millat o jazosini bekerek yeydi. Bizning qo'limizda hunar degan mana Uyg'urlarning necha ming yillik tariximiz var hunarda. Bu hunar san'at degan mana Uyg'urlarning tarixini, Uyg'urlarning madaniyatini dunyoga tunishtiramiz deb dunyoning bozorida mana Mishada 26-slar, 28-slar çoğun ko'rgazim bor. Endi haq sirtlarda 5dan 5dan kirdaydi. Shuna bosima chiqib. Mish ishlarni qilyapmiz. Ma uy vaqtlicha kichik uy, tugun cho'ng uyga erishma 3 oydan keyin 3 oygacha biz sinoqkan-ku, shu banada 2-3 qitim ko'rgazma qatnashib olaylik.